Mani xatoyim, men o'zimni shaxsimdan ko'ra klinikani birinchi o'ringa qo'yib yubordim. Shunda men klinikani boshqarmadim, klinika meni boshqardi. Deyarli har kuni damsiz, har doim yangi yil, hayit, bo'lni klinikadaman. Hamma narsani biznes boshqaryapti. Bu yomon-da, bu o'limda. Borib bu stress, stressdan keyin depressiya, depressiyadan keyin apatiya holatiga olib ketadi. Men уже depressiya holatidaman. Har kuni tinimsiz nima bo'ldi, kim chiqadi, klient ko'p, pul sarflayveraman, u qayerga sarflayapti, nima bo'lyapti, shunaqa bo'lib ketdimda, hamma tarafdan. Lekin uyqu vaqtida men aynan klinikamizdagi vrachlarni boshqarish bilan, aynan patsientlardan kelgan otsivlar bilan ishlayman kechqurunga borib. Har bitta xodimga aytaman, xabar oldinglarmi, yuzi yaxshimi, ularning yuzida qanaqa o'zgarish bo'lyapti, umuman uy parvarishida nimalardan foydalanishyapti, to'g'ri o'rgatilindimi ularda, ular uy parvarishini qilyaptimi, keyingi etapga qachon kelish kerak, kelyaptimi, yuzdagi rezultat qanaqa. Judayam ko'p holatlarda patsientlarimiz mamnun. O'zimni hobbimni yo'q qildim, aynan klinika uchun. Men afsuslanmayman, faqatgina sog'lom turmush tarzi yo'qligiga afsuslanmayman.